Zo'r deyish kerak aka, tan olish kerak. Bu mashina bekorga 2025-yilga off-road yo'llarga birinchi o'rinni olmadi-ku. Assalomu alaykum bizni qadrli podpisчикларimiz, bizni kuzatuvchilar. Demak, bugungi video obzorimiz Besun Buxoro avtosalonidan 212 T01 modeli haqida bo'lib o'tadi. Ko'pchilik oldingi videomizda 212 T01 modelini qorasini obzor qilgandik. Yana qanaqa ranglari bor, boshqa rangini ham bitta obzor qilib ko'rsating deganlar uchun aynan oq rangini bugun tanladik. Xudo xohlasa siz uchun manfaatli video bo'ladi deb umid qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, to'lov grafiklari, narxlari videoni oxirida aytamiz. 212 T01 modeli, demak 2 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 238 ta o't kuchiga ega. Ushbu avtomashinamiz asosan kimlar uchun? T01 mashinasi asosan cho'l, tog' hududida ishlovchilar, ko'p borib keladiganlar, off-road yo'llarni sevuvchilar uchun ushbu avtomashinamiz, demak T01 modelimiz bu gavda, hashamat, ko'rinishini bemalol ko'rishingiz mumkin. Balandligi 2 metr, uzunligi deyarli 5 metrni tashkil qiladi. Shu gavdasi bilan ham 0 dan 100 gacha 8 sekundga chiqadi. Do'stlar, bu hazilakam yo bir yolg'on ma'lumot emas. Buni bemalol kelib tekshirsangiz bo'ladi. Besun Buxoro avtosalonimizga tashrif buyurasiz. Biz sizga mashinani taqdim etamiz. Bitta test drive qilib ko'rasiz va ushbu aytgan gaplarimiz rostligiga o'zingiz guvohi bo'lasiz. Avtomashinamizning ko'rinishiga bitta e'tibor berasiz, gabariti, komfort tomonlariga keladigan bo'lsak, har qanday inomarka bilan tenglashib, bellashib biladi. Video boshida aytib o'tdik, 2025-yil off-road yo'llarda, poygada 212 T01 modeli o'zini juda ham yaxshi tomonlama ko'rsatdi. Buni bitta shu YouTube platformasida ham ancha videolari chiqdi. Aynan shu musobaqadan keyin T01 ni o'zini muxlislari ko'paydi. Qiziqganlar ko'p bo'ldi. Bu mashinamizning fishkasi nimada? Bu mashinamizning fishkasi ходовой chassida bo'ladi. 4 ta baloni ham harakatlanadi, ya'ni полный приводda harakatlanadi. Ramli mashina, ramani ustida mashina. Funksiyalariga keladigan bo'lsak, 8 xil rejimi bo'ladi. Tog', trassa, cho'l, chang, qor, tuproq deydi. Shunga o'xshagan 8 xil rejimi bo'ladi. Buni o'z batafsil video davomida yana ko'rsatamiz. Bitta undan oldin mashinamizni bir kapot ostini bitta ko'rsatib o'taylik. Ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik uchun qiziq. Nima uchun keladilar? Mijozlarimiz aytadilarki, aka, bu avtomashina nima uchun plastmassadan? Bu plastmassadan emas, do'stlar. Hech qachon avtomobil sanoatida plastmassa ishlatilmaydi. Kuzov qismida asosan. Bu o'zini maxsus deformatsiyaga uchrashi qiyin bo'lgan moddadan yasalgan. To'g'ri, mana ko'rgan vaqtingiz plastmassaga o'xshashi mumkin, lekin aslida plastmassa bo'lmaydi. Mana bitta motor qismini ko'rsatib o'tamiz. 2 turbina motor, 238 ta o't kuchiga ega. Ba'zilar o'ylaydi, kelib so'raydi, qiziqqanlar bo'lsa, bu deydi gibridmi? Gibrid emas, faqat chista benzinda harakatlanadi, dizelda emas, yo elektrda emas, faqat benzinda. Demak, salon qismiga o'tsak ham bo'ladi. O'tishdan oldin bitta eshikni ochgan vaqtingizda elektronli paroglar keladi. Bu hech qanaqa tuning emas, bu stok variantida, ya'ni zavodskoy shunaqa ko'rinishda keladi. Mashinaga minganingizdan nimalar? Gidravlika rul, kattagina monitor bo'ladi. Juda ham ko'p, mana bu yerda knopkalar bo'ladi va har bittasi alohida funksiyalarni bajaradi. Eco sport rejimlari, demak, 2 talik balonni qo'shish, 4 talik полный приводni qo'shish yoki blokirovka rejimlari ham bo'ladi. Bitta pultiga baho berasizlar. Juda ham noodatiy. Demak, elektronniy ruchnik, avto hold va korobka avtomat bo'ladi, do'stlar. Lyuk bor. Mana bu yerda kattagina baran bor. Xohlasangiz barga mana o'zingizga kerakli bo'lgan anjomlarni qo'ysangiz bo'ladi va salon panel qismlari, torpedka qismlari, hamma joylari kojadan qilingan bo'ladi. Ikkita oldin sidenasi elektropaketda bo'ladi va hattoki haydovchi uchun massaj sidena funksiyasi ham bor. Bu ancha-muncha inomarkalar uchun topilmaydigan narsalar. 5 kishilik orqa qismi
Bunday ko'rinishdagi avtomashinalarda masalan ko'pchilik keladi aytadi, aka mana bu eshik kichkina deydi. Bu masalan o'sha Mercedesda ham, G-Class, Gelandewagen'da ham ko'rsangiz, eshigi bundan ham kichkina bo'ladi razmeri. Lekin kirganingizda orqa salon juda ham keng. Mana bemalol yotib ketsangiz bo'ladi. Boshqa off-road mashinalardan farqi, mana shu orqa tomondagi aynan katta farqi, bizda sidenalar yotadi. Ya'ni tepaga, pastga tushib chiqadi. Mana bu hozir deyarli yotqizilgan varianti. Masalan, bu nima uchun xizmat qiladi? Uzoq yo'lga borgan vaqtingizda bitta tushirasizda, o'sha maza qilib dam olib ketasiz. Charchoq nimaligini bilmaysiz. Ketdik. Bu orqa qismi edi. Avtomashinamizni bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda zapaska baloni bo'ladi. Orqasida 360 graduslik kamerasi bo'ladi. Bitta eshigini ochganingizda bahaybat bagaj kutib turibdi. Bagajning kattaligini ko'rasizlar. Bu yerda xohlasangiz metan, xohlasangiz propan gaz ballonlarini o'rnatishingiz mumkin agarda benzin rasxodi sizga ko'plik qilsa. Yokida biror yuklaringizni qo'yib harakatlansangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. Bu yerda kerakli asbob uskunalarni qo'yib, bemalol tog'ga, do'stlar bilan oilaviy dam olishga borishlaringiz ham mumkin bo'ladi. T01 modelimizni benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, shu gavdasiga bahaybat 2 turbina motor bilan atigi 12 litr benzin sarflaydi. Buni bemalol mana shu mashinani haydab yurgan mijozlar yoki bir tomoshabinlarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozsinlar. Haqiqatdan ham qanday mashina bu? Siz masalan minib yuribsiz. Biz sizga 10 marta aytganimiz bilan haqiqiy minib yurgan odamni bitta gapi boshqalar uchun ishonchliroq va manfaatliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shu uchun iloji boricha kim shu avtomashinani xarid qilgan bo'lsa agar kommentariyasiga xarakteristikasi puliga arziydimi yo'qmi bitta yozib ketinglar. Xo'p, endi eng qiziq joyi avtomashinamizning narxi. Ushbu avtomashinamizni hozirda chegirmadagi narxi 436 million so'm. Bestyon 212 avtosalonida nalichida mavjud. Kelib bemalol test drive qilib, shartnoma olib, to'lovni qilib, shu kunning o'ziga avtomashinani sohibiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Manzilimizni so'raganlar uchun bizning manzilimiz Buxoro shahar Sitora avtomashina bozorini qarama-qarshisida Bestyon 212 avtosalon. Telefon nomerlar qoldiramiz. Kimga qanaqa savollar, takliflar bo'lsa agar ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Menejerlarimiz siz bilan demak, iloji boricha individual tarzda shug'ullanadi. Sizga qanday grafik kerak, qancha muddatga olmoqchisiz, bemalol hisob-kitob qilib olsangiz bo'ladi. Bu videoni off-road avtomashinalarga qiziqadigan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.